201 savol. Ushbu jarayonda 1 mol alkan hosil bo'lishi uchun oksidlovchi qaytaruvchidan 8 mol elektron olgan bo'lsa, alkanni aniqlang deb berilgan. Demak, karbonat angidridga qo'shamiz vodorodni va natijada hosil bo'lyapti bizda alkan, ya'ni uglerod N, vodorod 2N+2 hamda suv molekulasi. Tenglashtirib oladigan bo'lsak, o'ng tomonda uglerod atomlar soni n ta bo'ladi. Demak, karbonat angidrid oldiga n qo'yib olamiz. Hop, kislorodlar soni 2n bo'lyapti. Suvni oldiga 2n qo'yamiz. O'ng tomonda vodorod atomlar soni hisoblaymiz. Demak, 2n+2 alkanning tarkibida plus 2n ko'paygan 2 suvning tarkibida. Demak, jami qo'shadigan bo'lsak 2n+2 plus 2n ko'paygan 2, ya'ni 4n bo'ladi. Jam bo'lib 6n+2. Chap tomonda vodorod atomlar soniga bo'ladigan bo'lsa, koeffitsient kelib chiqadi. Ya'ni 2 ga bo'lib yuborsak, bizda 3n+1 kelib chiqadi. Bu yerda demak, oksidlovchi vazifasini karbonat angidrid bajaryapti. Xo'p, qaytaruvchi bo'ladigan bo'lsa, bu vodorod hisoblanadi. Oksidlovchi bilan qaytaruvchini bergan hamda olgan elektronlar soni har doim teng bo'ladi. Bu yerda demak 1 mol alkan hosil bo'lishi uchun oksidlovchi qaytaruvchidan 8 mol elektron olgan deb beryapti. Demak, oksidlovchi 8 mol elektron olgan bo'lsa, qaytaruvchimiz 8 mol elektron berib oksidlangan, ya'ni vodorod 8 mol elektron bergan. Vodorod demak 1 mol holatda qanday bo'ladi? Ya'ni oddiy modda holatida oksidlanish darajasi 0 bo'ladi. 0 dan o'tadi vodorod. Demak, +1 holatiga. Indeksni qo'yib oladigan bo'lsak 2 va o'sha holatda demak 1 mol holatda 2 ta elektron berib yuboryapti. Bergan 2 ta elektronni yozaman. Demak, yoki alkanimiz 1 mol bo'lgan vaqtda 1 mol alkan hosil bo'lishi uchun 8 mol elektron beradigan bo'lsa, hop, yana alkan 1 mol hosil bo'lishi uchun demak vodorodni qancha elektron berganini topish uchun mana bu yerda 2 kelib chiqdi, 2 elektron berdi. O'sha 2 ni ko'paytiraman alkanning koeffitsiyentiga, ya'ni 3n+1 ga. 8 bilan 2 qisqarib ketadi, 4 bo'ladi. Ya'ni 3n+1 ni tenglashtirib qo'yamiz 4 ga. Bu degani 3n barobar 3 ga n topadigan bo'lsak, bizda 1 kelib chiqadi. Navbatdagi savol 3-birinchisi. Demak, bu yerda is gazga qo'shamiz demak vodorod molekulasini va bizda hosil bo'lyapti alkan, uglerod N, vodorod 2N+2 hamda suv molekulasi. Kislorodlar sonini tenglashtiramiz. Undan oldin uglerod tenglashtirishimiz kerak. Demak, is gazni oldiga N qo'yadigan bo'lsak, uglerodlar soni tenglashadi. Kislorodlar tenglashtirish suvni oldiga N qo'yaman. Demak, o'ng tomonda vodorod atomlari alkan molekulasining tarkibida 2N+2 bo'ladi, suvning tarkibida bunda 2N bo'ladi. Demak, jam bo'ladigan bo'lsa 4N+2 ga teng bo'ladi. Buni 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, vodorodning oldiga 2N+1 holatda bo'ladi. Demak, bu yerda oksidlovchi qaytaruvchidan 6 mol elektron olgan deb beryapti. Qaytaruvchi bu yerda vodorod bo'ladi, ya'ni elektron berib oksidlanadi. Oksidlovchi esa is gazi bo'ladi. Elektron qabul qilib qaytariladi. Demak, vodorod oddiy modda holatda oksidlanish darajasi 0 bo'ladi. 0 dan o'zgaradi. +1 ga deb oladigan bo'lsak, ikkitasida -2 ta elektron beradi. Demak, bergan elektronlar sonini topish uchun jami koeffitsiyentni ko'paytiraman. Ya'ni 2 ta elektron berdi, 2 ni ko'paytiraman koeffitsiyenti 2n+1 ga. Vodorod uchun demak 4n+2 ta elektron berdi. Demak, alkandan 1 mol hosil bo'lgan vaqtda 6 mol elektron berdi. Yana 1 mol bo'lgan vaqtda bergan elektronlari 1 mol nisbatan 4n+2 bo'ladi. Bundan 4n teng bo'ladi 4 ga, n topadigan bo'lsak 1. Ya'ni bu SH4 metanga to'g'ri keladi.